Bolani yolg'iz qoldirish ruhiyatiga ta'sir qiladimi? Bugun ko'plab ota-onalar bolalari yolg'iz o'ynayversin, o'rganadi deb o'ylashadi, ammo psixologlar ogohlantiradi. Yolg'izlik bu mustaqillik emas, bu ikki xil narsa. Harvard University Child Development Center ma'lumotlariga ko'ra, 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda uzoq vaqt yolg'iz qolishi hissiy rivojlanishiga salbiy ta'sir qiladi. Chunki bu davrda u hali hissiy xavfsizlikni ota-onaning yaqinligi orqali his qiladi. Bola xonasida yolg'iz o'tiradi. Ota-onasi esa u tinch, demak yaxshi deb o'ylaydi. Aslida esa bola sekin-asta men bilan bo'lishga vaqti yo'q deb o'ylaydi. Vaqt o'tib, bu hissiyot odamovilik, ishonchsizlik va o'zini keraksiz his qilishga olib kelishi mumkin. Cambridge University tadqiqotlariga ko'ra, ota-onasi bilan muntazam hissiy aloqa qilgan bolalarda oksitotsin, ya'ni mehr gormoni yuqori darajada ishlab chiqariladi. Bu ularni tinch, ijobiy va ijtimoiy faol qiladi. Uzoq yolg'izlik kortizol, stress gormonini oshirib, xavotir va ishonchsizlikni kuchaytiradi. Norvegiyada bu muammoni bartaraf etish uchun shared playtime tizimi joriy etilgan. Ota-onalar kuniga kamida 20 daqiqa farzand bilan birga o'ynaydi. Natijada bolalarda hissiy xavfsizlik 60% ga oshgan. Shunday ekan, bizda savol tug'iladi. Farzandimizni yolg'iz qoldirib, biz unga mustaqillik beryapmizmi yoki sokinlik ortida sekin ruhiy sovuqlik paydo bo'lyaptimi? Bu savolimizga psixologning javoblarini eshitamiz. Xo'sh, bolani yolg'iz qoldirish uning ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Bu savolga tavsiyalarimizni berib o'tamiz. Har bir ota-ona masalan farzandiga eng yaxshilarini, eng zo'rlarini bo'lishini xohlaydi. Ko'pincha mana shu ota-onalar ish bilan band bo'lib qoladi, ishdan kech keladi, bolasiga e'tiborni kamaytiradi. Natijada bola, farzand uyda yolg'iz qolib ketadi. Mana shu vaziyatlar bolalarimiz ruhiyatiga qanday ta'sir qiladi? Bola o'sha insoniyat bilan bog'lanishga muhtoj bo'lib qoladi bunaqa vaziyatda. U o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi, o'zi bilan o'zi o'ynaydi, darslarni o'zi mustaqil qiladi. Shunda yolg'izlik uning hissiy dunyosiga juda ham salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunda bola o'zini yolg'iz va e'tiborsiz, eng yomoni e'tiborsiz his qiladi. Unda xavotir hamda qo'rquv hislari ortib boradi. O'z-o'zini past baholash hamda o'ziga nisbatan ishonchsizlik paydo bo'la boshlaydi hamda bu holat kuchayib boradi. Ijtimoiy ko'nikmalarining zaiflashishi ham kuzatiladi. Masalan, hayotda ham agar bir bola ko'p vaqt davomida ota-onani qaramog'isiz, uning e'tiboridan, nazardan chekkada qoladigan bo'lsa, o'zi bilan o'zi o'ynaydi, lekin ichida yolg'izlikni his qiladi. Tushkunlikni his qiladi-da. Shunda bu esa uning bevosita tevarak atrofdagilar bilan muloqot qilishiga, uni o'qishiga, o'zlashtirishiga, yangi bilimlarni egallashiga salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Bunaqa vaziyatlarda yolg'iz qolgan bolalar o'zini qadr-qimmatini ulug'lay olmaydi, o'zini qadr-qimmatini tushirib yuboradi. Mana shu jamiyatdagi o'zini o'rnini topishda, o'rtoqlarning ichida o'zini o'rnini topishda juda ham qiyin ahvolga tushib qoladi. Bolani yolg'iz qoldirish uni ruhiyatiga ta'sir qiladimi yoki yo'qmi? Bunaqa vaziyatlarda biz ota-onalar qanaqa yo'l tutishimiz kerak? Bu vaziyatlarda hurmatli ota-onalar, bolalaringiz bilan ko'proq vaqtingizni farzandingiz bilan o'tkaziring. Uni yolg'iz qoldirish holatlarini kamaytiring. Farzandingizga ichki his-tuyg'ularni, kechinmalarini ifoda eta olishga, namoyon eta olishga shart-sharoit yaratib bering. Farzandingizning ruhiy sog'ligi uchun eng muhim narsa bu sizning e'tiboringiz hamda mehringizdir.